Demak, bu ikkinchi patsientkamiz Farg'ona vodiysidan murojaat qilganlar. Yoshlari 31 da ekan. Mo'ljalimizda ikkita tuxum hujayra edi, lekin biz bitta tuxum hujayra oldik. Biz uchun bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Bular oldin bitta programmadan o'tganlar bizadan. Endometrioz, katta endometrioidni kistalar, juda kuchli og'riqli sindromi. Bizning klinikamizda laparoskopiya qilib, spaykalarni ochib, gidrosalpingsni olish maqsadida operatsiya bo'ldilar, lekin ololmadik va faqatgina bachadon naylarini bosh qismidan yopib qo'yishga majbur bo'lganmiz, chunki olishga imkoniyat bo'lmagan chelagi bachadon naylari keskin yopishib ketgan bo'lgani uchun hozir o'tgan programmadan bitta follikuldan bitta tuxum hujayra, hozir bitta follikuldan bitta tuxum hujayra. Uni eritamiz, bugungisini olamiz, urug'lantiramiz va embrionni uzatib qo'yib, keyingi etapda bachadon ichini tayyorgarligini boshlaymiz agar embrion hosil qila olsak. Bu og'ir patsient hisoblanadi reproduktologiya uchun. Lekin tuxum hujayralar hali chiqyapti, balkim embrion chiqib qolar qizimizga.